Alo, Alo. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sumbulaxon onamiz siz bo'lasizmi? Ha, men bo'laman. Onajon, uzr sizni kech bo'lganda bezovta qilib qo'ydik. Ahvollaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Alhamdulillah, bugungi Alloh inom qilgan fayzli kunlaringiz, ushbu ajoyib kunlarda qarshi olayotgan yana bir yoshingiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, har doim baxt, omad, sog'lik, salomatlik, ko'ngil xotirjamligi hamrohingiz bo'lsin. Rahmat. Minnatdormiz. Siz ham sog' bo'ling. Ilohim. Ayni fursatda tabrik so'zi loyihasidan boshlovchi Hurriyatxon bo'laman. Bugungidek quvonchli kunlaringizda yetkazishimiz kerak bo'lgan ajoyib bir tabriknoma bor edi. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir mehriboningiz yo'llabdilar? Bilmasam. Ha? Bilmasam, menimcha o'g'lim Hasan bo'lsa kerak-da. Mashalloh, xabaringiz bormidi? Yo'q, o'zim yana ko'nglim sizga mana shu kenja o'g'li bilan turaman-da. Albatta, sizni judayam sog'inibdilar. Onajonimni eng chiroyli holatda tabrik so'zimni yetkazib xursand qilib bering deya hozirda musofirda bo'lgan o'g'lingiz Hasanjon aka murojaat qilganlar. Rahmat, sog' bo'ling ilohim. Tabrikka ilohim. Qo'shiluvchi bu meni borlig'im, faxrlanaman o'g'limdan. Hamma o'g'llarimdan faxrlanaman. Allohga shukr. Mashalloh. Ilohim mana shunday baxtingizga ko'z tegmasin. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi nabiralaringiz, kelin qizlaringiz va barcha oila a'zolaringiz, o'g'illaringiz Bahodir aka, O'tkirbek aka, qizlaringiz Shahlo opa, Nigora opa, Shahnoza opa, Shohida opa, Maftuna opa, Shalola opa va barcha yaqinlar tomonidan Hasanjon akamizni sizga atalgan tabrik so'zlarini onajon ruxsat bersangiz Allohni vakil qilib, roziligini niyat qilib, o'zi qodir etganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Onajonimga yurakdan bag'ishlangan dil izhorlarim deya ushbu satrlar bilan boshlabdilar. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin men uchun yagona inson. Onajonim, bilmadim bu so'zda nechta tilak, nechta sog'inch, nechta rahmat yashiringan. Bugun sizning tug'ilgan kuningiz dunyo mening eng aziz insonimni tuhfa qilgan kunidir. Yuzingizni quvnoq ko'rmasam ham, ovozingizni bag'rimda eshitmasam ham, qalbimda sizning mehr va mehribonligingiz bilan yashayapman. Ona, hozirda musofirda bo'lsam-da, yuragimdagi eng iliq joy har doim sizniki. Mehribonim, sizni juda sog'indim. Bag'ringizni sog'indim. Ko'zlaringizga qarab jimgina sizni yaxshi ko'raman deyishni sog'indim. Ona, sizning ismingiz aytilganida yuragim allanechuk bo'ladi. Siz borligingiz bilan hayotimning eng buyuk ne'matisiz. Onajonim, bu dunyoda hamma narsa o'zgaradi, ammo menga bo'lgan mehringiz, duoyingiz hech qachon o'zgarmaydi. Siz har kuni men uchun duo qilasiz, bilaman. Men esa siz uchun har bir nafasimda shukr qilaman. Siz bergan sabr, siz bergan saboq, siz bergan tarbiya hayotimning yo'lini yoritib turibdi. Siz bo'lganingiz uchun men bardamman, kuchliman, qat'iyatliman. Onajon, bugun sizga Allohimdan faqat shularni so'rayman. Tanangiz sog' va salomat, umr yo'llaringiz yorug' bo'lsin. Hech qachon ko'z yoshlar bilan emas, shukr bilan tong ottiring. Onam, orzularingiz birin-ketin ro'yobga chiqsin. Yaqin orada sog' va omon bag'ringizga yetib borish nasib qilsin inshaalloh. Sizni har doim quvonchda, salomatlikda ko'rishni istayman. Onam, men uchun eng chiroyli gul siz bo'lasiz. Eng shirin so'z sizda, eng buyuk mehr sizdadir. Onajonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Siz men uchun doimo yagona bo'lib qolasiz. Yuzlaringizdan nur, yuragingizdan quvonch arimasin. Duoyingiz bilan yurganim uchun o'zimni eng baxtli farzand deb bilaman. Alloh umringizni fayzli, sog'lig'ingizni mustahkam, yuragingizni xotirjam qilsin. Bizni tez orada sog' va omon ko'rish nasib qilsin
inshaalloh. Sizni cheksiz sevaman va judayam sog'indim. Mehribonim deya Hasanjon akamiz ushbu sog'inchnomalarini sizga yo'llabdilar. Rahmat, katta rahmat. Xudoxolis sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, barlarni boshiga sog' salomat bo'lsin. Mana shunaqa to'xtalaga kirib, mana shunday sochaqala olib qarib, mana shunaqa tabrik so'zlarni eshitishni Alloh unga nasib qilsin. Aytganingiz kelsin. Onajon har doim mana shunday farzandlar baxtu kamoli uchun sog' salomat yuring. Sir bo'lmasa necha yoshni qarshi oldingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mashalloh, xayrli bo'lsin. Ilohim yuz yoshlarga kirib yuring. 100 yoshlarda ham mana shunday farzandlar tomonlaridan dil izhor so'zlarini tinglashlik sizga nasiba ro'z aylasin. Sog'liqqa Hasanjon ko'p qatoriga sog' bo'lsin. Balarim hamma sog' bo'lsin. O'g'illarim, qizlarim, kelinlarim, nevaralarim hammasi Alloh bergani menga tushunsa, bular menga qaror bersin ilohim. Sizdan sog' bo'ling. Rahmat sizga onajon, siz bilan suhbatimiz juda ham maroqli va qiziqarli o'tmoqda. Buning uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin va mana shunday samimiylik, beg'uborlik, har qanday go'zal xislatlaringiz har doim hamrohingiz bo'lib sizni bezab tursin. Ana endi o'g'lingizni yana bir she'riy nomalari bor edi, shuni ham taqdim etib, so'ngra suhbatimizni yakunlasam maylimi? Mayli. Rahmat sizga. Keng shahar bag'rida bizning torxona, hamma bir jigardek yo'qdir begona. Bir amallab rizqim terib yuribman, musofir bolam deb qayg'urmang ona. Nolamayman sira, doim ko'nglim choq. Allohga ming shukr, tani jonim sog', o'ylanib holi ne, qayerda qandoq. Musofir bolam deb qayg'urmang ona. Ba'zan sog'inchlarim yuragim ezar, bilaman barini ko'nglingiz sezar. Deng birrov safarda yo dunyo kezar. Musofir bolam deb qayg'urmang ona. Biz deya ko'rdingiz hayotda ko'p g'am, bolam bo'lmasin deb birovlardan kam. Endi biroz o'ylang o'zingizni ham. Musofir bolam deb qayg'urmang ona. Hammasi joyida, og'ir emas ish. Gazdan muammo yo'q, sovuq kelsa qish. Shu yerda yurib ham bo'lmayin tashvish. Musofir bolam deb qayg'urmang onam deya ushbu ajoyib she'riy nomani ham sizga yo'llabdilar. Rahmat. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar. O'g'limni ko'zlaridan bilaman. Meni yaxshi ko'rishimni. Ko'zlari ayttiradi menga o'zi. Mashalloh. Aytganingiz kelsin onajon, har doim duolaringiz farishtalar amin desa inshaalloh Alloh izniyle ijobat bo'lgay. Mana shu farzandlaringiz baxt rohatini ko'rib uzoq yillar davomida boshlarida duogo'y mehribonlari bo'lib yurishdan aslo charchamang. Umringiz uzoq bo'lsin va bugungidek ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, katta rahmat. Minnatdormiz. Omon bo'ling. Mayli.